Isroil armiyasi Livandagi Hizbullohga qarshi hujumlar natijasidan himoyalandi. Isroil harbiylari Livan janubidagi Tir va Sidon o'rtasidagi qirg'oq yo'lida joylashgan Sarafand shahri aholisini Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Hizbullohga qarshi kutilayotgan hujumlar oldidan juma kuni zudlik bilan evakuatsiya qilishlari haqida ogohlantirdi. MAGATE Ukrainaga atom stansiyasini ta'mirlashga ruxsat bering. Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasi bo'lgan Zaporijye stansiyasining xavfsizligi Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi paytida 4 yildan ortiq davom etayotgan asosiy tashvish bo'ldi. Urushning oldingi chizigi Sharqiy Zaporojye viloyati bo'ylab o'tadi. Bu esa kuchli quruqlikdagi janglar, dron bombardimonlari va artilleriya almashinuvi bilan bog'liq. Yadroviy avariya ehtimolidan xavotirlar yuqoriligicha qolayotgan MAGATE har ikki tomonning texnik xodimlari yaqin kunlarda urush bilan bog'liq zararlarni tuzatishga kirishishlarini aytdi. Bu 2022-yilda urush boshlanganidan beri MAGATE bosh direktori Rafael Gross tomonidan muzokaralar olib borilgan 6-vaqtinchalik sulh bo'ldi. Uning so'zlariga ko'ra, Moskva Rossiya Buyuk Britaniyaga xizmat qilmoqda, sovuq urushdan beri eng yuqori darajada, deya ta'minlaydigan harbiy boshliq. Britaniya 10 yilliklar ichida o'zining eng xavfli davriga duch kelayotganini ta'kidlagan Ser Richard Knighton, mamlakat Ukrainadagi kabi uzoqroq mojarolarga tayyorlanishi kerakligini aytdi. Rossiya kiberhujumlar, suiqasd urinishlari, texnologiyalarni kontrabanda qilish va ehtiyotsiz sabotaj qilish orqali Rossiya chegarani kesib o'tish xavfini aniq oshirayotgani bilan bog'liq tahdid, dedi u. Uning sharhlari ko'plab kechikishlarga duchor bo'lgan keyingi bir necha hafta ichida mudofaa investitsiyalari rejasining uzoq kutilgan nashri oldidan keladi. Ammo mudofaa vaziri Jon Hillning aytishicha, u iyul oyi boshida NATO sammitigacha e'lon qilinishi mumkin. Ser Richard juma kuni BBC Radio 4ning Ukrainadagi urush, Zelenskiy ko'p yillik urushni qurish uchun Putin bilan yuzma-yuz uchrashishni taklif qilmoqda. Men uchrashuv o'tkazishni taklif qilaman, dedi Zelenskiy maktubida. Fransiya 24 xalqaro aloqalar bo'yicha muharriri Rochelle Ferguson Boyaxi bizga ko'proq ma'lumot beradi. AQShning yirik shaharlari Eron urushi tufayli yonilg'i narxining ko'tarilishi fonida taksida yurish uchun qo'shimcha to'lovni talab qilmoqda. Vaqtinchalik taksi yonilg'i qo'shimcha to'lovi dushanba kuni Chikagoda kuchga kirdi va barcha litsenziyalangan taksilar uchun amal qiladi. Biznes masalalari va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish departamenti axborot relizida ma'lum qildi. U soliq hisoblagichidan oldingi tarifga asoslanadi va sayohat narxiga qarab oshadi. Hisoblagich narxi $20 dan past bo'lgan qisqaroq sayohatlar uchun yo'lovchilar qo'shimcha $1 to'laydilar. $1 dan $40 gacha bo'lgan sayohatlar uchun $2 qo'shimcha haq olinadi. $40 dan ortiq uzoqroq yoki qimmatroq sayohatlar uchun esa $3 to'lanadi. Yangi to'lov barcha taksilar ichida aniq ko'rsatilishi kerak.